bugun men pensiya olayotgan har bir odamga, shuningdek ota-onasi, buvisi yoki bobosi pensioner bo'lgan har bir oilaga tegishli juda muhim masalani tushuntiraman. Gap oddiy pensiya miqdori haqida emas. Pensiyaga qo'shilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha to'lovlar, ustamalar va kompensatsiyalar haqida ketadi. Ko'p pensionerlar aynan shu pulni olish huquqiga ega bo'lsa ham bilmagani uchun yillar davomida ola olmay yuradi. Men buni shunchaki gap sifatida aytmayapman. Amaliyotda ko'p uchraydigan holat shuki, odam pensiyasini oladi, lekin unga qo'shilishi kerak bo'lgan ustama, qo'shimcha yoki qayta hisoblash natijasidagi farq haqida hech kim alohida kelib tushuntirmaydi. Shuning uchun bu ma'lumotni diqqat bilan eshiting, yaqinlaringizga ham yuboring. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday mavzularni bilgan odam o'z haqini talab qila oladi. Avval pensionerlar ko'pincha bitta narsani o'ylardi. Menga pensiya tayinlangan, demak hammasi to'g'ri hisoblangan. Lekin hayotda bunday bo'lmasligi mumkin. Pensiya tayinlangandan keyin ham odamning huquqiy holati o'zgarishi mumkin. Masalan, nogironlik guruhi belgilanadi. Qarovga muhtojlik holati yuzaga keladi. Mehnat staji bo'yicha qo'shimcha hujjat topiladi. Mukofot yoki ish haqi haqida arxiv ma'lumoti chiqadi. Boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq holat paydo bo'ladi yoki qonunchilikda yangi imtiyoz belgilanadi. Oldin ko'p masalalar qog'oz hujjat bilan yuritilgan. Odam arxivga borardi. Eski korxona tugatilgan bo'lsa, hujjat izlab qiynalardi. Bir idoradan ikkinchi idoraga qatnardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda tekshiriladi. Lekin bu hamma narsa avtomatik ravishda pensiyaga qo'shib beriladi degani emas. Ayrim to'lovlar uchun ariza, ayrimlar uchun tasdiqlovchi hujjat, ayrimlar uchun qayta hisoblashni so'rab murojaat qilish kerak bo'ladi. Mana eng muhim joyi. Pensioner o'zi so'ramasa, ko'pincha unga sizda mana bunday qo'shimcha pul olish huquqi bor ekan deb hech kim alohida qo'ng'iroq qilmaydi. Tizimda ma'lumot bo'lishi mumkin, lekin u noto'liq bo'lishi mumkin. Masalan, mehnat daftarchasidagi bir davr bazaga kirmagan, ish haqi haqidagi ma'lumot noto'g'ri kiritilgan, nogironlik bo'yicha ma'lumot yangilanmagan yoki odamning o'zi boshqa tuman, boshqa mahallaga ko'chib ketgan bo'lishi mumkin. Natijada odam har oy kamroq pul oladi. Men avvalo pensiyaga qo'shilishi mumkin bo'lgan to'lovlar nimalardan iborat bo'lishini oddiy tilda tushuntiraman. Bu hamma uchun bir xil bitta pul emas. Ba'zi pensionerlarda ustama bo'ladi, ba'zilarda kompensatsiya bo'ladi. Ba'zilarida pensiya miqdorini qayta hisoblash orqali oylik summa oshadi. Ya'ni siz falon qo'shimcha to'lov bor ekan, demak hamma pensioner oladi deb o'ylamasligingiz kerak. Har bir holat alohida tekshiriladi. Birinchi katta yo'nalish bu staj va ish haqi bo'yicha qayta hisoblash. Ko'p odam pensiyaga chiqqan paytda qo'lida bor hujjatlarni topshiradi. Lekin keyinchalik eski korxonaning arxividan ish haqi to'g'risida ma'lumotnoma topilishi mumkin. Masalan, odam 1995 yildan 1992 yilgacha zavodda ishlagan. Lekin pensiya tayinlanganda bu davrning ish haqi to'liq tasdiqlanmagan. Keyin arxivdan hujjat chiqsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Agar eski ish haqi yuqoriroq bo'lgan bo'lsa, pensiya ham oshishi ehtimoli bor. Misol keltiraman. Pensiona opa oyiga 1 million ming so'm pensiya olayotgan bo'lsin. U pensiya chiqqanda 7 yillik ish davri staji qo'shilmagan. Chunki eski korxona hujjati topilmagan. Keyin farzandi arxivga murojaat qilib, ish haqi va ish davri haqida ma'lumotnoma oladi. Pensiya jamg'armasiga ariza beriladi. Tekshiruvdan keyin o'sha davr stajga qo'shilsa, pensiya masalan 20 million 6 ming so'mga chiqishi mumkin. Farq oyiga 200 ming so'm. Bir qaraganda kamdek tuyuladi. Lekin bir yilda bu 2 million 400 ming so'm. 3 yilda 7 million 200 ming so'm. Pensioner uchun bu doğru oziq-ovqat, kommunal to'lov degani. Ikkinchi yo'nalish bu nogironlik, sog'liq holati va parvarish bilan bog'liq to'lovlar. Ayrim pensionerlar yoshga doir pensiya oladi. Keyin sog'lig'i yomonlashadi, tibbiy ko'rikdan o'tadi va nogironlik guruhi belgilanadi. Bunday holatda pensiya yoki qo'shimcha to'lov masalasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin odam men baribir pensiya olyapman-ku deb yuraversa, tegishli ustama yoki qayta hisoblash masalasi ochilmay qoladi. Masalan, 72 yoshli pensioner amaki insultdan keyin yurishi qiyinlashgan. U har oy 1 million ming so'm pensiya oladi. Oilasi uni parvarish qiladi. Lekin ular tegishli tibbiy xulosa, nogironlik guruhi yoki parvarishga muhtojlik bo'yicha hujjatlarni rasmiylashtirmagan.
Agar hujjat rasmiy bo'lmasa, idora sizning og'zaki gaplaringizga qarab pul qo'shib bermaydi. Bu yerda his tuyg'u emas, hujjat ishlaydi. Shuning uchun shifokor ko'rigi, tibbiy mehnat ekspertizasi, poliklinika xulosalari juda muhim. Uchinchi yo'nalish bu alohida toifadagi pensionerlarga beriladigan ustamalar. Ba'zi odamlar uzoq yillar og'ir sharoitda ishlagan bo'lishi mumkin. Kimdir urush qatnashchisi yoki ularga tenglashtirilgan shaxs bo'lishi mumkin. Kimdir davlat mukofotiga ega bo'lishi mumkin. Kimdir ishlab chiqarishda zararli sharoitda ishlagan. Kimdir ma'lum bir kasb bo'yicha imtiyozli pensiya huquqiga ega bo'lgan. Bunday holatlarda oddiy pensiya bilan cheklanib qolmaslik kerak. Hujjatlar asosida tekshirtirish kerak. 4-chi yo'nalish bu boquvchisini yo'qotganlik yoki oilaviy holat bilan bog'liq masalalar. Masalan, pensioner ayolning turmush o'rtog'i vafot etgan, u ham pensiya olgan. Ayrim hollarda oila a'zolari boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha huquqlarni tekshirtirish kerak bo'ladi. Bu ham avtomatik tarzda hammaga bir xil beriladigan pul emas, lekin odam o'z holatini tushuntirib, idoraga murojaat qilsa, imkoniyat bor yo'qligi aniqlanadi. 5-chi yo'nalish bu kompensatsiyalar. Ayrim to'lovlar pensiyaning o'zi emas, lekin pensionerning ijtimoiy holati bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Kommunal xarajatlar, parvarish, ayrim imtiyozli toifalar yoki davlat tomonidan belgilangan qo'shimcha yordamlar bo'yicha mahalla ijtimoiy himoya organlari pensiya jamg'armasi yoki boshqa vakolatli idoralarda ma'lumot bo'ladi. Muammo shundaki, odam qaysi idoraga nima uchun borishni bilmaydi. Natijada menga hech narsa tegmaydi deb o'ylab yuradi. Kimlar albatta xavotir olishi kerak. Men birinchi navbatda pensiyasi juda kam bo'lgan. Lekin uzoq yillar ishlagan odamlarni tekshirtirishni maslahat beraman. Masalan, 35 yil ishlagan odam minimal darajaga yaqin pensiya olayotgan bo'lsa, bu savol tug'diradi. Albatta hamma holatda xato bor degani emas. Lekin tekshirishga arziydi. Ish haqi past bo'lgan, hujjatlari to'liq bo'lmagan, staji bo'lingan, bir necha joyda ishlagan odamlar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak. Ikkinchi guruh, pensiyaga chiqqandan keyin sog'lig'i keskin yomonlashganlar. Agar pensionerning mustaqil yurishi, o'ziga xizmat qilishi qiyinlashgan bo'lsa, bu faqat oilaning ichki muammosi bo'lib qolmasligi kerak. Tibbiy hujjatlarni tartibga keltirish kerak. Chunki har qanday qo'shimcha yordam yoki ustama uchun asos hujjat bilan tasdiqlanadi. 3-chi guruh, eski mehnat daftarchasida yozuvlari noaniq bo'lganlar. Ko'p mehnat daftarchalarida muhr xira, korxona nomi o'zgargan, sana noto'g'ri yozilgan, buyruq raqami yo'q yoki sahifa yirtilgan bo'ladi. Bunday holatda pensiya tayinlanganda ayrim davrlar hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Odam esa hammasini ko'rishgandir deb o'ylaydi. Men bunday ishonch bilan yurmaslikni maslahat beraman. O'zingiz tekshirtiring. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ma'lumotlaringiz elektron bazada to'liq bo'lsa, ish stajingiz, ish haqi va huquqiy holatingiz bo'yicha hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, pensiyangiz har safar indeksatsiya qilinganda to'g'ri oshib borayotgan bo'lsa, ehtimol katta muammo yo'qdir. Lekin baribir yilga kamida bir marta pensiya hisob-kitobingizni ko'rib chiqish zarar qilmaydi. Endi eng ko'p uchraydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Qo'shimcha pul har doim ham orqaga qarab to'liq to'lab berilmaydi. Odamlar ko'pincha shunday o'ylaydi. Men bu pulni 5 yildan beri olmagan ekanman. Demak 5 yilnikini birdan to'lab berishadi. Har doim ham bunday emas. Qaysi holatda ariza berilgan sana muhim, qaysi holatda huquq paydo bo'lgan sana muhim, qaysi holatda idoraning xatosi bor yo'qligi muhim. Shuning uchun vaqtni cho'zish sizga zarar. Ikkinchi nozik jihat. Og'zaki maslahatga ishonib qolmang. Kimdir idoraga boradi, navbatda turadi, xodimga 1-2 og'iz gap aytadi. Xodim sizga hech narsa chiqmaydi desa uyiga qaytadi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Masala jiddiy bo'lsa, yozma ariza bering. Yozma arizaga yozma javob bo'lishi kerak. Yozma javobda rad etish sababi asos bo'lgan norma yoki hujjat ko'rsatiladi. Ana shundan keyin siz bilasiz, rad javobi qonuniymi yoki yana shikoyat qilish kerakmi? 3-chi nozik jihat, hujjatdagi bitta xato ham pulingizga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, familiya eski pasportda boshqa, mehnat daftarchasida boshqa yozilgan. O'g'li bir joyda bor, boshqa joyda yo'q. Tug'ilgan sana bir hujjatda 1924 yil, boshqasida 1925 yil. Bunday mayda ko'ringan xatolar stajni tasdiqlashda muammo chiqaradi.
Shuning uchun hujjatlarni ko'rib chiqayotganda harflargacha tekshiring. 4-nozik jihat. Sobiq korxona yo'q bo'lib ketgan bo'lsa ham, hujjat butunlay yo'q degani emas. Ko'p korxonalarning hujjatlari davlat arxivlariga, tarmoq arxivlariga yoki huquqiy voris tashkilotlarga topshirilgan bo'ladi. Masalan, kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish boshqarmasi, avtokorxona yopilgan bo'lishi mumkin, lekin uning ish haqi vedomotlari yoki buyruqlari arxivda saqlangan bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun bitta joydan topilmadi degan javob chiqsa ham boshqa manbalarni tekshirish kerak. 5-nozik jihat. Pensioner ishlayotgan bo'lsa, ayrim holatlarda hisob-kitob tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Ishlayotgan pensionerlarning sug'urta badallari, ish staji keyingi davrlar bo'yicha qayta hisoblash masalalari alohida ko'riladi. Odam, men pensiyaga chiqqandan keyin yana 5 yil ishladim, demak pensiyam avtomatik o'sishi kerak deb o'ylaydi. Lekin buning tartibi. Ariza berish sharti va hisobga olinadigan davrlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar ham o'zlari alohida tekshirtirish kerak. 6-nozik jihat. Hamma qo'shimcha to'lov pensiyaga qo'shilib keladigan bitta qatorda ko'rinmasligi mumkin. Ba'zi yordamlar alohida to'lanadi, ba'zilari mahalla yoki ijtimoiy himoya tizimi orqali rasmiylashtiriladi. Ba'zilari esa pensiya summasining ichida aks etadi. Shuning uchun siz faqat plastik kartaga tushgan umumiy summaga qarab xulosa chiqarmang. Hisob-kitob varaqasi yoki ma'lumotnomani so'rang. Unda pensiyaning turi asosiy miqdori. Ustamalar, ushlab qolishlar va boshqa elementlar ko'rinishi kerak. 7-nozik jihat. Qarzdorlik, aliment, kredit yoki ijro hujjatlari bo'lsa, pensioner qo'lga kamroq pul olishi mumkin. Ba'zan odam menga ustama qo'shilmadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya oshgan bo'ladi, lekin bir qismi ushlab qolingan bo'ladi. Buni aniqlash uchun bankdan tushumlar tarixini, pensiya bo'limidan hisob-kitobni, majburiy ijro byurosidan ushlab qolish asoslarini tekshirtirish kerak. 8-nozik jihat. Boshqa odamlarning gapiga qarab o'zingizni solishtirmang. Qo'shningiz 2.300.000 so'm olishi, siz 1.700.000 so'm olishingiz adolatsizlikdek tuyulishi mumkin. Lekin uning staji, ish haqi, imtiyozli toifasi, nogironlik holati, mukofoti yoki oilaviy huquqi boshqacha bo'lishi mumkin. Solishtirish emas. O'z hisob-kitobingizni hujjat bilan tekshirish kerak. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz yoki yaqin pensioneringiz bo'yicha barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, eski ish joylaridan ma'lumotnomalar, harbiy xizmatga oid hujjatlar, diplom, tug'ilganlik yoki nikoh hujjatlari, familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha xulosa, tibbiy hujjatlar, davlat mukofotlari haqidagi guvohnomalar bo'lsa, barchasini tayyorlang. Ikkinchi qadam, pensiya hisob-kitobingiz bo'yicha rasmiy ma'lumot so'rang. Hududingizdagi pensiya bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, pensiyangiz qanday asosda hisoblanganini, qaysi staj davrlari kiritilganini, qaysi ish haqi davrlari olinganini, qanday ustamalar borligini so'rang. Bu savolni og'zaki emas, imkon qadar yozma shaklida bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdori, hisobga olingan mehnat staji, ish haqi davrlari, qo'llangan ustamalar va qo'shimcha to'lovlar haqida batafsil ma'lumot berishingizni, shuningdek pensiyamni qayta hisoblash uchun asoslar mavjud yoki mavjud emasligini tekshirishingizni so'rayman. Bu oddiy, tushunarli va aniq ariza. 3-qadam, mehnat stajini alohida tekshiring. Mehnat daftarchasidagi har bir ish joyini varaqlab chiqing. Kirgan sana, chiqqan sana, lavozim, buyruq raqami, muhr bor yo'qligini ko'ring. Agar biror davr pensiya hisobida yo'q bo'lsa, sababini so'rang. Hujjat tasdiqlanmagan deyishsa, arxivga murojaat qiling. Arxivga murojaatda korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, taxminiy bo'limingizni yozing. 4-qadam, ish haqi ma'lumotlarini izlang. Eski davrlarda yuqoriroq maosh olgan bo'lsangiz, bu pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa mukofot, qo'shimcha haq, zararli sharoit uchun ustama, kechki smena, brigada haqqi kabi to'lovlar bo'lgan davrlar muhim bo'lishi mumkin. Albatta, hammasi ham pensiya hisobiga bir xil kiritilmaydi, lekin hujjat bo'lmasa, umuman ko'rib chiqilmaydi. 5-qadam. Sog'liq holati bo'yicha rasmiy yo'l tuting. Agar pensioner og'ir kasal bo'lsa, parvarishga muhtoj bo'lsa, harakatlanish cheklangan bo'lsa, faqat uyda gaplashib o'tirmang. Poliklinikaga boring, shifokorga murojaat qiling.
zarur ko'riklardan o'ting, tibbiy xulosalarni to'plang. Nogironlik guruhi yoki boshqa ijtimoiy yordam asoslari bor yo'qligini mutaxassislar orqali aniqlang. 6-qadam, rad javobi bo'lsa, darrov to'xtamang. Rad javobida asos yo'q deb yozilgan bo'lsa, aynan qaysi asos yo'qligini o'qing. Hujjat yetishmayaptimi? Staj tasdiqlanmadimi? Ish haqi ma'lumoti qabul qilinmadimi? Toifa mos kelmayaptimi? Sababni bilmasdan turib, keyingi qadamni tanlab bo'lmaydi. Kerak bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga, xalq qabulxonasiga, davlat xizmatlari markaziga yoki huquqiy maslahat beruvchi mutaxassisga murojaat qiling. 7-qadam. Hamma narsadan nusxa olib yuring. Ariza topshirdingizmi? Kirim raqamini oling. Hujjat berdingizmi? Ro'yxatini yozdiring. Javob oldingizmi? Saqlab qo'ying. Telefon orqali aytilgan gap hujjat emas. Ertaga masala tortishuvli bo'lsa, sizga aynan ariza, javob, ma'lumotnoma, kvitansiya va ro'yxat kerak bo'ladi. 8-qadam. Keksa odamni idoradan idoraga yolg'iz yubormang. Ko'p pensiyerlar hujjat tilini tushunmaydi. Savol berishga tortinadi. Navbatda charshaydi. Xodimning bo'lmaydi degan gapidan keyin qaytib ketadi. Agar imkoningiz bo'lsa, farzand yoki navra sifatida birga boring. Savollarni oldindan yozib oling. Qaysi davr staji kiritilgan? Qaysi biri kiritilmagan? Qanday ustama bor? Qayta hisoblash uchun nima yetishmayapti? degan savollarni aniq bering. 9-qadam. Pensiya tushumlarini muntazam kuzating. Har oy kartaga qancha pul tushganini yozib boring. Indeksatsiya bo'lgan oyda summa o'zgardimi, yo'qmi? Tekshiring. Agar birdan kamayish bo'lsa, sababini so'rang. Ba'zan bankdagi texnik holat ushlab qolish ijro hujjati. Noto'g'ri hisob yoki ma'lumot yangilanishi sabab bo'lishi mumkin. Pensioner pulni kuzatmasa, xatoni kech sezadi. 10-qadam. Qo'shimcha to'lovni faqat bitta nom bilan izlamang. Odamlar ko'pincha pensiyaga qo'shiladigan yashirin pul deb eshitadi va bitta seli to'lov bor deb o'ylaydi. Aslida masala kengroq. Qayta hisoblash, ustama, kompensatsiya, ijtimoiy yordam, imtiyoz, qaror puli. Nogironlik bilan bog'liq to'lov, o'quvchisini yo'qotganlik, stajni tiklash. Shuning uchun murojaatda faqat bitta so'zni aytib qaytmang. Mening holatimda pensiyaga qo'shimcha to'lov, ustama. Qayta hisoblash yoki boshqa ijtimoiy yordam asoslari bor yo'qligini tekshirib bering deb so'rang. Yana bir muhim misol aytaman. Bir pensioner 28 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlaganda 20 yil staj hisoblangan. Sababi 7 yil ishlagan korxona nomi keyinchalik o'zgargan. Hujjatda muhr eski nomda bo'lgan. Odam 4 yil davomida kam pensiya olib yurgan. Keyin farzandi orqadan korxona qayta tashkil etilgani haqida ma'lumot olib kelgan. Buyruqlar nusxasi topilgan, pensiya qayta ko'rilgan. Bu yerda muammo pul berishni istamaslikda emas, hujjatning to'liq emasligida bo'lgan. Lekin agar oila harakat qilmasa, bu holat yana yillar davom etardi. Yana bir holat. Pensioner ayol turmush o'rtog'i vafotidan keyin faqat o'z pensiyasini olib yuradi. U eri yuqori staj va yuqori ish haqi bilan pensiya olganini biladi. Lekin boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa huquqiy variantlarni tekshirtirmaydi. Keyin maslahat olgach, hujjatlarini ko'rsatadi, vakolatli idoraga murojaat qiladi va unga qaysi pensiya turi foydaliroq, qaysi holatda qanday huquq borligi tushuntiriladi. Har bir holatda natija bir xil bo'lmaydi. Lekin tekshirmasangiz imkoniyat borligini ham bilmaysiz. Yana bir real hayotga yaqin misol. Pensioner amaki pensiyaga chiqqandan keyin ham qorovul bo'lib 6 yil ishlagan. U men ishladim, demak pensiyam oshishi kerak edi deb o'ylagan, lekin hech qachon ariza bermagan. Keyin pensiya bo'limidan ma'lumot so'raganda ayrim davrlar bo'yicha badallar va ma'lumotlar tekshirilishi kerakligi aytilgan. Kerakli hujjatlar yig'ilgach, qayta hisoblash masalasi ko'rilgan. Bu misolda ham asosiy saboq bitta. Huquq bo'lsa ham uni rasmiylashtirish kerak. Men bu mavzuda odamlarni vahimaga solmoqchi emasman. Men mutaxassis sifatida shuni aytmoqchiman. Pensioner o'z pulini nazorat qilishi kerak. Davlat tomonidan belgilangan huquqdan foydalanish uyat emas, ortiqcha narsa so'rash emas. Bu sizning qonuniy haqqingiz bo'lishi mumkin. Lekin qonuniy haqni olish uchun qonuniy yo'l bilan hujjat tayyorlash, ariza berish, javob olish va kerak bo'lsa, qayta murojaat qilish kerak. Demak, pensiyaga qo'shilishi mumkin bo'lgan to'lovlar, ustamalar va qayta hisoblashlar bor, lekin ular hamma uchun avtomatik va bir xil tartibda berilmaydi. Eng ko'p xato staj, ish haqi, sog'liq holati, imtiyozli toifa va hujjatlarning noto'liq rasmiylashtirilishida uchraydi. Sizning vazifangiz oddiy, hujjatlarni yig'ing.
pensiya hisob kitobini so'rang, yozma ariza bering va javobni tekshiring. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, buguna hujjatlarni ko'zdan kechiring. Ayniqsa pensiya kam bo'lsa, uzoq yillik staj bo'lsa, eski ish joylari bo'lsa yoki sog'liq holati o'zgargan bo'lsa, bu masalani ortga surmang. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangizda qo'shimcha to'lov yoki qayta hisoblash bo'yicha muammo bo'lganmi? Qaysi idoraga murojaat qilgansiz va qanday javob olgansiz? Like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensioner yaqinlaringizga yuboring. Bitta to'g'ri ma'lumot kimningdir har oy oladigan pulini oshirishga yordam berishi mumkin.